Assalomu alaykum. Toshkentdagi yana bir juda qiziqarli joylardan bittasi bu Toshkent shahrining o'rtasida, ya'ni shu Rakatbosh ko'chasida joylashgan hozirgi paytdagi Toshkent amaliy san'at muzeyi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda asosan O'rta Osiyolik va O'zbekistonlik ustalarning amaliy san'atidan namunalar, ularning ishlaridan namunalar ko'rish mumkin. Lekin bu yerda men e'tibor beradigan jihati bu binoni o'zi. Ya'ni birinchi kirganimizda mana shu eman daraxti bizni kutib oladi. Eman daraxtining yoshi 1880-yilda ekilgan, 1880-yilda ekilgan bo'lsa, 100 yil u yana bu yoqdan 45 yil. Bu 145 yil, 145 yoshga to'lgan daraxt. Mana buni mana tushunish uchun harakat qilaman ko'rsatishga. Mana juda katta bu daraxt. Xo'p, bu binoni o'zi 1910-yili rus diplomati Palavsev, Aleksandr Palavsev degan odam uchun qurilgan. Ya'ni bino shu odam uchun qurilgan bo'lib, u paytda shu Rossiyadan diplomatlar kelgan. Endi u paytda Rus imperiyasi bo'lgan. SSR qurilishidan, tuzilishidan oldingi vaqt Rus imperiyasini diplomati Palavsev uchun qurilgan. U odam juda ham sharq me'morchiligiga, shu sharqona urf-odatlarga va shu sharqona bezatilgan arxeologiyaga juda qiziqqan. Shuning uchun o'zini uyini mana qaranglar qanday bezagan. Bu asosiy kirish qismi. Endi hozir ichga kirib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu asosiy shu nimasi, zali. Bu yerda u odamni asosiy mehmonlar kutib oladigan zali bo'lgan. Va bu xona bo'lsa, mana hozir biz kiradigan xona, bu odamni asosiy ishchi xonasi, ya'ni ishlaydigan ofisi bo'lgan. Endi bu joyga уже kirish bilan tushunarli. Bu joy shu oddiy odamga tegishli bo'lmagan. Juda ham bir boy yoki shunga qiziqqan odamga tegishli bo'lgan. Ko'rish mumkin devorlaridan, yuqoridagi shiftlar dekoratsiyasidan hamma narsani ko'rish mumkin.